Roza qiyomat kuni shafoatchi bo'lib bandalarni qo'lidan tutib Allohning oldida shafoat beradi. Robbim, bu bandang meni tiriklik chog'ida tutgan edi. Roza tutaman deb qiynalgan edi, chanqagan edi, och qolgan edi. Men shafoatchiman. Buni jannatga kiritgin deydi. Alloh hali shafoatni qabul qilib jannatga kiritganda ham ro'zadorlarga atalgan Rayyon deb atalgan eshikdan kiritishga buyruq bo'ladi. Qur'oni ham xuddi shunday. Qur'on ilohiy dastur. Bu dunyodagi qiladigan amallarimizni chizib bergan, ko'rsatib bergan dasturimiz shu Qur'on, ilohiy kitob. Xuddi shu Qur'on qiyomat kunida yana bizga shafoatchi bo'ladi. Allohning huzurida turib bizga shafoatchilik qiladi. Robbim, mana bu bandang meni o'qigan edi, tinglagan edi. O'qiyman, tinglayman deb uyqudan qolgan edi, qiynlangan edi. Men guvohman. Men shafoatchiman. Buni jannatingga kiritgin deydi. Alloh shu Qur'onni shafoati ila inshaalloh ahli Qur'onlarni jannatga kiritadi, jannatni oliy maqomlarini ado etadi.